ta'lim bo'limiga qarashli 26 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim sifat samaradorligini oshirish mavzusida o'quv-amaliy seminar bo'lib o'tdi. O'quv-amaliy seminarda maktabgacha ta'lim tashkiloti fidoyilari ta'lim va tarbiya masalasida necha oylik tajribaga va bilimga ega ekanligini namoyish etdilar. Ushbu seminarda Oltiariq tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi mudiri, metodistlari, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari hamda 43 nafar tarbiyachi xodimlar qatnashdi. Seminarda maktabgacha ta'lim tashkilotining barcha kichik, o'rta, tayyorlov guruhlarida faoliyat yuzasidan mashg'ulotlar ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Mashg'ulotga oid ko'rgazmalar, yangi pedagogik texnologiyalar, tarqatmalar, rag'batlantiruvchi sohalardan foydalangan holda olib borildi va kuzatuvchilar tomonidan ijobiy tahlil qilindi. Tevarak atrofning yashilligi, faslga monand bezatilgan ajoyibotlar barchada iliq taassurot qoldirdi. Ushbu tashkilotda uzoq yillardan buyon rahbarlik qilayotgan Feruzaxon Dadajonova tashkilotdagi yildan yilga bo'layotgan o'zgarishlar, ta'lim uchun yurtboshimiz tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar, qo'l ostidagi ustozlar va bolajonlar haqida faxr bilan so'zlab o'tdi. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 26 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida mana bugun amaliy o'quv seminari o'tkazmoqdamiz. Bunda pedagog xodimlarimiz soni 20 nafar, ulardan 12 nafari oliy ma'lumotlilar, undan qolgani esa tugallanmagan oliy hisoblanadi. Hamma kadrlarimiz o'rta maxsus, 50 nafar pedagog kadrlar bor. Bundan 180 nafar tarbiyalanuvchi, ijtimoiy himoyaga muhtoj farzandlarimizdan 4 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj farzandlarimiz bor. Bugungi kunda shu maktabgacha ta'lim tashkilotimiz tomonidan yoshlar siyosatini mana ko'tarinki ruhda amalga oshirmoqdamiz. Bunda tarbiyalanuvchilarimizdan xursand, ota-onalar xursand, pedagog kadrlar xursand, hamma xursand. Buning uchun yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga kattakon rahmat. Boshlig'imiz Muhiddin Teshaboyevga, Dolimov boshqarma boshlig'iga, hammasiga shu sharoitlar yaratib bergan uchun kattakon rahmat. Hammaga rahmat etmoqchiman. Buning uchun ota-onalarga, jamoamga alohida rahmat. Maktabgacha ta'lim tashkiloti musiqachilari tomonidan tayyorlangan ma'naviy tadbir bolajonlarning adabiyot, raqs, sport sohasidagi chiqishlari tahsinga loyiq. Tadbirda maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi mudiri Muhiddin Teshaboyev so'z olib, tashkilot tevarak atroflarida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari talab darajasida olib borilganligi, yo'laklar bordyurlari bahoriy ranglar bilan bo'yoqlanganligi, tashkilotni tashqi va ichki guruhxonalari did bilan bezatilganligi va barcha guruhxonalarda o'tkazilgan faoliyatlar a'lo deb topilishi haqida so'zlab, mashaqqatli lekin sharafli kasb egalari bo'lgan barcha ustozlarga va ularga yo'lboshchi bo'layotgan rahbarlarga samimiy minnatdorlik bildirdi. Bugun Oltiariq tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi 26-davlat maktabgacha ta'lim muassasasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifati samaradorligini oshirish mavzusidagi navbatdagi o'quv-amaliy seminarimiz boshlandi. Hozirda davom etyapti. Seminarga tumandagi 44 ta davlat maktabgacha ta'lim muassasalari mudiralari hamda ularning o'rinbosarlarini taklif etganmiz. Bu yerda umuman bahor mavsumiga kirgandan keyin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning sog'lom ovqatlantirilishi va ularga ta'lim sifatida ta'limni sifatli berishdagi o'sha metodikalarda yangi o'quv rejalarini ochib berganmiz. Shu yangiliklar bilan bugun mudiralarimiz o'rtoqlashadi. Shu bilan bu yerda olgan barcha yangiliklarni borib o'zlarini ta'lim muassasalarida joriy etishadi. Bunga o'xshagan seminarlar tumandagi 2025-yil davomida har bir ta'lim muassasasiga rejalashtirilgan, doimiy o'tkazib kelinyapti. Albatta buni ijobiy o'zgarishi ham sezilyapti, chunki tumandagi maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati, bolalarni sog'lom ovqatlantirish masalalari bo'yicha o'zimizning tahlillarimizga ko'ra ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Asosiy masalalarimiz baribir 2025-yilga tuzgan rejalarimizdan, ustuvor vazifalarimizdan tumandagi 18461 nafar maktabgacha ta'lim yoshidagi bolajonlarimizni to'liq 100% maktabgacha ta'limga qamrab olish, buning uchun
ta'limni o'sha xususiy sektorini Oltiariq tumanida keng ko'proq ko'paytirish, bu oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi bo'ladimi, xususiy davlat xususiy sherikchiligida bo'ladimi, har bir yo'nalishni keng qamrovli qilib ishlarni olib boryapmiz. O'zimizni yillik belgilab olgan rejalarimizni har bir chorakda tahlil qilib, shunga o'xshagan o'quv seminarlarida qayerlarda, qaysi ko'rsatkichlarda ortda qolyapmiz, yana qaysidir ko'rsatkichlarimizda ko'proq ishlashimiz kerak. Shularni o'zaro belgilab, kelgusida shu mudiralarimiz bilan birga ishlarni tashkil etyapmiz. Shu bilan bir qatorda seminarda qatnashgan Maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi metodisti Fotimaxon Shukurova, 8-maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Sanobarxon Afyulova, 18-maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Nafisaxon Olimova va bir qancha kuzatuvchi xodimlar o'zlarining fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Yaşının etrafında gezsek seyyara, sinisigadır güne sana verdi diyara. Birincisi Merkuri, en küçüğü Hamşudur, ikincisi Mini, üçüncüsü Bizniye, kekincisi Mars bolsa, beşincisi Jüpiter seyyarası, en katta seyyara.
Dam olmasa oson emas. Bu nima qilyapti? Men daftarni ushlab turaman. Ash daftarni Qog'ozni pastda turib, manda to'pilama so'g'an ham ikki qo'yib qo'ying. Boshirog'iga qo'yiladi. to'kilib uzilguncha. Qaysi sovg'ani oldida uzilsa o'sha sizga. Sovg'alarni ozroq bo'lib qanday bajarasiz? Nimani boshqa nimasi so'g'asini ko'paytirib qo'ydik. Mustahamroqmi? Qarayapti endi. Eski kameralarni. Uzilib ketish kerakmi, nima bo'lish kerak? Uzilib ketish kerak. Qayerdan? Uzilmasdan borsa qaysingacha? To'kilib uzilish kerak. Telefonga tegayapti, to'kkim yo'q. Telefon nima qilaylik? Kimniki? O'zingda aytilgan gap olib ko'ramiz. Nimasini tushundim endi. Ash daftar ekan. Bo'ldi, ustoz o'zingiz yig'ishtirib olamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Buyuk kelajakka ko'z tikar inson, yurakda ishtiyoq, dilda hayajon. Yo'ling yorug' bo'lsin, yangi O'zbekiston. Prezident otamiz xalqqa madadkor, shu bois bizlarga zafar doim yor. Aytaman baralla, takror va takror. Yo'ling yorug' bo'lsin, yangi O'zbekiston. Assalomu alaykum. Tumanimiz fidoyilari, ta'limga e'tibor, har bir dilda tarbiyaga muhabbat uyg'otadigan bu jamiyatga aralashishni, fikrlashni o'rganadi. Maktabgacha ta'lim, tarbiya olishsin. Zamonamizning bugungi dolzarb masalalardan biriga aylangan ta'lim sifat samaradorligiga bag'ishlangan tadbirimizni xush kelibsiz deyman. Tadbirimizni ochib berish uchun so'zni maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Teshaboyev Muhiddin Ma'rufovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli 26-chi ta'lim muassasasi xodimlari, xodimlari. Juda hozir ixtirosimiz jo'shib turibdi, juda bir qoyil qolib turibmiz hozir qilgan ishlaringga. O'qish paytida kelgandik, opam mehnatlarini eshitib, uzoqdan ko'rib bilib turgan edik. Dastlabki ishlarni ko'rganmiz, boshlashni, hashar ishlarini. Lekin tasavvur qilgan edim, bog'chani shu darajada olib kelishar ekan deb. Lekin bugun men o'zimni fantaziyamdan ham, kutganimdan ham ko'ra menga yangilik bo'ldi. Hozir aylanib ko'rdim. Bu o'zi bugungi jarayonni viloyat seminari darajasida qilib, viloyatga ilingan edik, lekin o'zimizda o'sha Mahmud akamda va boshqa mutaxassislar oilaviy marosim tufayli qoldirishga majbur bo'ldik. Lekin men o'ylaymanki, o'sha viloyat miqyosida o'tkazganimiz ham boshqa tumandan keladigan mehmonlarni ham, o'sha viloyat rahbarlarini ham qoyil qoladigan darajada ishladik. Hakikatda. Bu nafaqat bog'chani tashqi ko'rinishi, bezatilishi, afronligi, ichkaridagi jarayonlarni, guruhlarda ishlash, tarbiyachilar, bolajonlarning kiyinishi, umuman hamma bir ruhiyat o'zgargan bog'chada, ruhiyat. Shunday qadam qo'ysa, o'zi opani yana yutugi, bundan oldingi o'sha avlod shunday yashil makon qilib yaratib ketganiga, shu uncha joyda yo'q. Juda zo'r lokatsiya, juda zo'r joylashuv. Hozir qisqa gaplashib ketyapmiz. Opa aytishyapti-da, menga Xudinjon shu hammasi shu men ishimni yaxshi ko'rganimdan shekilli. Mana shu gaplariga qoyil. Demak, hamma o'zini ishini yaxshi ko'rsa, bu amal yoki rahbarlik yo lavozim uchun emas, qaysi bo'g'inda ishlashdan qat'iy nazar, o'zini kasbiga, ishiga mehri bo'lsa,
demak nimalar uni qo'lidan kelishi mumkinligini mana isboti shu opani shuni xodimlari bilan birga isbotlab turibdi. Shu qo'limga mikrofon tegib hozir navbat bo'lib turganda shu jamoani hammasiga siz rahbarlik qilib o'zingizga har bir xodimga, texnik xodimga o'zingizdan tortib eng quyidagi xodimgacha o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Hamma mudiralarni, tuman shu tizimli xodimlar nomidan sizga cheksiz rahmatlarimizni bildiramiz. Charchamanglar. Mana endi rohatini ko'ring, mazza qiling, ishlaysizlar. Seminar ham ayni paytida bo'ldi. Mana mavzu ham juda mos, o'quv guruhlariga kirdim. Bolajonlarimizga hammasiga tabiatni asrash, atrof muhitga e'tiborsizlik qilmaslik, shu ruhiyat sig'dirish ma'nosida bo'lyapti. Atrof bezatilishi ham hammasi mana havo ham o'sha tabiat ham shunga moslanib gidrometeorologiya bilan kelishib olgan, hamma yo'q moslanib havolarimiz ham juda zo'r. Lekin bundan endi ilhom olish kerak har bir rahbar. Shaxsan men mana o'zim keyingi muassasalarga borganda nimalarga e'tibor berishim kerakligini o'zimga belgilab oldim. Bu yerda o'tirgan ishtirokchilar ham o'ziga belgilab olish kerak. Har bir soha bo'yicha. Darvozadan kirib kelishda umuman odamning ko'zi tushmasligi mumkin bo'lgan har bir qaricha yerga demak e'tibor berishimiz kerak endi bog'chada. Ichkariga guruhda ham bolalarga o'sha metodik jihatdan o'quv amaliy o'sha mashg'ulotlarni o'tkazilishiga ham hammasiga e'tibor berishimiz kerak. Bitta xonaga kirdim, oddiy ko'k plyonkadan devorning burchagiga, oddiy bo'sh turadigan burchagiga qanaqadir qilib shar-sharan nimasi. Har bir bunaqa nima fantaziyasi kuchli, kreativ fikrlaydigan xodimlar hammada bor. Hammada bor. Faqat buni topib, o'zimiz unga o'rnak bo'lib, o'zimiz ilhom berishimiz kerak. Opa ham men mudiraman deb o'tirmagan, bilaman, hasharda yeng shimarib, har qanaqa ish qilib, kerak bo'lsa erkaklar bilan teppa-teng ishlab yurganda, rahbar shunaqa bo'lsa, keyin xodimlar unga ergashadi. Keyin o'sha yerda natija bo'ladi, fayz bo'ladi, baraka bo'ladi. Keyin yana bir narsa, mana tadbirlar bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Ilhomjon siz belgilab oling, nimaga qiz eng bizni qiynaydigan narsa boshlovchiga qiynalamiz. Boshlovchi ham zo'r ekan. Opaning keyingi tadbirlarda ishlatamiz mana. Hammalarga opa yana bir bor opa rahmat sizga. Bunaqa seminarlarni yana davom ettirishimiz kerak. Keyingisini balki o'sha o'zimiz rejalashtirgandek viloyat seminari qilamiz. Buning uchun labbay deb otilib chiqadigan mudira bo'lish kerak. Hammalarga omad, kuchaytirishimiz kerak. Chunki xalq bizga qarab turibdi. O'zlaring bilasizlar, maktabgacha ta'lim deganda 50-50 odamlar haligi mudiralarni oziq-ovqat, boshqa ishi yo'q, boshqa narsa deb o'ylaydi, ichiga kirmaganlar. Lekin sizlarning mehnatlaringiz juda qiyin. Men o'zim ham shaxsan maktabga yetishgan rayonni xalq ta'limi maktabgacha alohidaligida umuman bunaqa deb o'ylamagan. Mana ichiga kirib, sizlarni o'sha har bir kerak bo'lsa, ertaman soat xalq bolasini tashlab 8 da tashlab ketsa, soat 17:00 gacha bo'lgan vaqtlaringda har bir daqiqasi xavf. Chunki bu bolajonlarga doimiy nazorat kerak. Buni yeyishdan tortib, shu bog'chada o'tkazadigan har bir vaqtiga biz javobgarmiz. Men endi sizlarning mas'uliyatlaringizni chuqur his qilyapman. Shuning uchun sizlarga ham rahmat. Biz yana ham kuchaytirishimiz kerak. O'sha biz sizlarga nisbatan shu og'ir mehnatlaringni hali tushunib yetmagan xalqimizni ongiga biz shular bolajonlarimizni tarbiyasida o'rnimiz naqadar beqiyosligini tushuntirishimiz kerak. Shunaqa jamoa yig'ilgan, oramizda birorta bizni o'sha biz bilan teng yurishga qodir bo'lmagan xodim yo'q. Hammalarning umidimiz katta. Bundan ham kuchaytirib, bilmayman, Ferzopa bugun juda plankani ko'tarib oldi, keyingi mudiramizga qiyin bo'ladi.
Lekin qo'llaringdan keladi, urinamiz. Rahmat hammalaringizga. Bir-biridan shodon o'zlari bugun davramizda shodon o'ynaydi ta'lim dargohimizning yigit qizlari. Marhamat. امشب دلم مست تو هنوزی دل تنها هنوز دست تو نازی امشب دلم مست تو هنوزی دل تنها هنوز دست تو نازی تو که یار نداشتی قصد برام نداشتی چرا رفتی بی خبر باز داغ رو دلم گذاشتی امشب دلم دوباره هوای لبات تو داره ببار میگم که بازم بوی تن تو میاره بوی تن تو میاره رفتی یادتم دل من نازی ناز ناز گل من رفتی یادتم گل من نازی ناز ناز گل من
شاد دلم مست تو دل تنها هنوز دست تو مثل تو که یار نداشتی دست فرار نداشتی بیار رفتی یادتم گل من نازین از ناز گل من عشق تو حالا دل من نازین از ناز گل من رفتی یادتم گل من نازین از ناز گل من عشق تو حالا دل من نازین از ناز گل من Men sizni dur desam durdan go'zalsiz, yolg'on so'zlamoqqa ne hojat opajon, shijoatda, fidoyilikda barchadan o'zarsiz. Men juda kutilmagan bo'ldi. Hayajonim kuchli. Assalomu alaykum, hamkasblar, tajribali ustozlar. Bizning ta'lim tashkilotimizga xush kelibsizlar. Hamma kelgan qadamlaringga rozi bo'linglar. Rahmat aytaman. Bugungi kunda shu darajaga keltirganimiz uchun Muhiddinjonga juda katta rahmat aytaman. Chunki menga bunaqa ishonch hech qachon berilmagandi. Bilasizlar, doim tekshiruvda birinchi o'rinda turadigan bog'chi edim. Bugun mana boshliqda ishonchini oqlaganimdan juda katta xursand bo'ldim. Rahmat. Bizga boshliq shunaqa sovg'alar berdiki, kutmadik. Mana xolodilnik berdi, мясорубка berdi, o'zini tashrifi, menga berilgan ishonch juda katta sovg'a bo'ldi. Hammaga rahmat, jamoamga. Bugungi bayram uchrashuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz bugungi ko'rgan holatimizni har kuni ko'rishni xohlaymiz. Mana shunday chiroyli holatini navbatdagi o'quv amaliy seminarda ishtirok etyapmiz. Bu o'quv amaliy seminarimizda mavzusi ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Mana bugun biz bu yerda o'zimizda iqtidorli, bilimli tarbiyachilarimiz bilan birga kelib, bu yerdagi o'quv mashg'ulotlarini kuzatdik. Mashg'ulotlar davomida har bir tarbiyachi bugungi seminarga puxta tayyorgarlik ko'rganligi, bu yerda oldindan fundament mustahkamligi, bolalarni berayotgan javoblari, bilimlari hammasini ko'rib turib biz juda ham quvondik. Bu yerda bo'layotgan har bir ishni kuzatib, o'zimizga juda katta taassurot bilan qaytyapmiz. Bugungi kunda olib borilayotgan ta'lim sifatiga, ta'lim tarbiya jarayoniga davlatimiz tomonidan berilayotgan talablarga mana bugungi kunda shu 26-maktabgacha ta'lim tashkiloti har tomonlama javob berishini mana bugun biz guvohi bo'ldik. Bu yerda juda katta ishlar amalga oshirilgan. Tashqaridan shu kirayotib bir qandaydir bir ko'tarinki ruhda, kayfiyatda kirib keldik. Ichkariga kirib mana o'quv-xonalari doimiy mana yangi o'quv yiliga tayyor desak ham, holatda desak ham bo'ladi. Bu yerda rahbari Feruzaxon tomonidan butun jamoasini yoniga olib, bugungi kunda shu maktabgacha ta'lim tashkilotiga qo'yiladigan har bir talabni 100% bajardi deb ayta olamiz. Bu yerda juda ham katta ishlar amalga oshirilgan. Biz bugungi o'quv amaliy seminardan o'zimizni ta'lim tashkilotimizga borib, shu yerda ko'rganlarimizni biz o'sha joylarda jalb qilib, ta'lim sifatini yanada oshirishga harakat qilamiz.